Ayolingizga qanday munosabatda bo'lsangiz, boshqalar ham xuddi shunday munosabatda bo'lishadi. Chunki er ayoliga qanday munosabatda bo'lsa, atrofdagilar ham xuddi shunday yo'l tutadi. Agar er ayolini izzat qilsa, so'zini qadrlasa, uni hurmat bilan qo'llab-quvvatlasa, bu hurmatni boshqa qarindoshlar ham davom ettiradi. Aksincha, er o'z juftiga bepisand qarasa, uni kamsitsa, oila a'zolari ham shunday muomala qilishni o'zlariga ruxsat deb bilishadi. Shuning uchun ham ayolning oilada qadrlanishi, e'tiborga loyiq bo'lishi avvalo erning unga bo'lgan ehtiromidan boshlanadi. Bir og'iz bu mening juftam, uni hurmat qiling degan so'z butun oilaning munosabatini o'zgartiradi. Chunki ayolning qadri erning og'zidan chiqqan so'zda, uning ko'rsatgan munosabatida. Chin erkaklik baqirishda, urishda yoki men erkakman deb ko'krak kermoqda emas. Chin erkaklik yoningizdagi ayolni ko'z qorachig'idek asrashda, uni qadrlashda, himoya qilishda. Oiladagi eng ko'p uchraydigan muammolarga yechim